Assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalar. Mana biz bolalarimiz Jizzaxdan kelyapti. Biz shuni kutyapmiz. Soatimiz millar 10 bo'lyapti. O'shanga qiziqdan ota-onalar mana keldi bolalarimizni hammaga taklif qilgandik. Endi chempionlarni kutib olishimiz bir ota-onalar kutib olish bir motivatsiya bo'ladi-da. Yo'q. 3 ta o'rin olib kelyapti bolalarni. Shu bolalarni kutib olish uchun mana ota-onalar keldi. Endi nasib bo'lsa kelishini ham tushishini ham hammasini sizlarga olib berib boramiz. Mana ota-onalarning kayfiyatini kutib olishi qanday qiziq chiqib kelganini so'rab. Katta turnirda qatnashib kelyapti. 2013-2014 yilda tug'ilgan bolalar birinchi o'rinda, 2015-2016-2017 yilda tug'ilgan bolalar uchinchi o'rinda olib keldi. Ularning g'alabasi bardavom bo'lsin. Ustozlari Hamraboyga, Husan Domlaga katta rahmat. Nasib bo'lsa zafarlar bundan buyog'i zafarlar. Quvonchlar qanday? Tortining bolalari. Albatta juda katta quvonchga egamiz. Nevaralarimiz bugun yutuq olib kelyapti. Endi nasib bo'lsa kelajakda jahon chempionlari bo'lsin. Mahallamizga, yurtimizga bir jamiyatda bir yaxshi futbolchilar yetishishini xohlaymiz-da. Kelajakda ustozlarga rahmimizni jahonga tanitsin. Kelajagimiz uchun bolalarimizni qo'lida, Xudo xohlasa. Prezidentimiz keng yo'l ochib berdi. Bolalar endi shuni uddalab mahallamizda ham, yurtimizda ham Ota-onalarimizni kayfiyatlari, qo'nishlari zo'r. Qarang, bolani qanday motivatsiya berish, bolaning qanday bolaga qiziqyapti, qanday futbolchi bo'lishini niyat qilib shu bolalar medal olib kelayotgan ekan, ota-onalar chiqib kutib olyapti. Bundan yutuqlari bardavom bo'lsin. Ustozlariga rahmat. Jahon chempioni bo'lsin. Hammasiga sog'lik, omonlik. Mana ota-onalarimiz kutib turibdi. Nas hammaning o'z ichida, quvonch ichida nasib xudo olsa hammaga shunday bir onalar bildiramiz. Bolalarga shunday bir nasib xudo olsa chempionlar bo'lib, hali bu boshlanishi. Gap yo'q. Treneriga Davlat Hamraboy. Otasiga rahmat. Assalomu alaykum ota-onalar. Mana biz turibmiz kutib olishdan 9 dan beri. Endi keyin kirib kelish kerak. O'shaning uchun hamma o'z kayfiyati bilan hamma muloqotda o'tiribdi. Assalomu alaykum kuzatuvchilarim. Mana biz futbolchilar kutyapmiz. Klubimiz Jarqo'g'on klubi treneri Davlat Hamra sport shkolasi